Urumchi shahridagi Nanmin ko'cha markazi kunligi fontan bog'chisiga o'zgartirildi. Bog'banchilik tarmoqlari Urumchi Nanmindagi ko'cha markazi fontan bog'chisini atrofdagi aholilar orom oladigan yaxshi joy qilib barpo qildi. Urumchi shaharlik o'rmonchilik va o'tliq idorasi, bog' o'rmon boshqarish idorasi planlash qurilish bo'limidagi xizmatchi xodimning tunishtirishicha, bu bog'chaning ko'lami 3200 kvadrat metrdan oshadigan bo'lib, 25 xil 110 ming tip gul giyoh va dal-daraxt, 800 kvadrat metr chim tikilgan, 520 kvadrat metrlik sayli piyodalar yo'li yasalgan. Bog'chada yana 60 kvadrat metrlik muzikalik fontan rayoni ta'sis qilingan. Havo ochiq bo'lsa, har dushanbadan jumagacha, har kuni soat 9 dan 11 gacha va soat 19 dan 21:30 gacha muzikalik fontan qo'yib beriladi. Shanba va bayram dam olish kunlari har kuni soat 10 dan 12 gacha va soat 18 dan 24 gacha muzikalik fontan qo'yib beriladi.